Hop. Shu bolaligidagi kompleksni odamni qanaqa yo'nalishga yo'naltirib qo'yishi mumkin? Kelajakda bu odamni qanaqa ko'rinishda shu kompleksda namoyon bo'ladi? Hop, kompleksdan chiqib ketishni xohlasa, demak, bu xohishini amalga oshirish kerak. Odamni borliq shunaqangi tuzilganki, paka nafs уровенida yashayapti, nafsni qamrovida yashayapti. Nafsni agar xohishlari, qondirish nimalari juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, yoki o'shanga mos keladigan programma qo'yilgan bo'lsa, bo'ldi. Mana shu programma amalga oshadi. Ya'ni bizaga eng katta muammo beradigan narsalarimiz bular xohishlarimiz. Kimdir masalan yoshlik paytida nima desam ekan, o'ziga qandaydir bir jarohat, kamsitilganlik, yerga urilganlik hissiyotini olgan bo'lsa, u dunyoni mana shu ranglarda tasavvur qiladi. Yoki masalan kimdir sevib qolgan bo'lsa, o'sha dunyoni qandaydir boshqacha tasavvur qiladi. Ya'ni mana bolalik paytingizda muhabbat mana shu gormonlar o'ynagan paytda o'zingiz eslaydigan bo'lsangiz, dunyo o'sha boshqacha bo'ladi. Vaqt o'tmaydi. Qandaydir o'zingizni ko'tarinki kayfiyatlarda, ko'tarinki ruhda yashaysiz. Ya'ni odamni ichki holatiga qarab, uni nima xohlayotganligiga qarab, bu dunyoni mana shunaqangi qabul qiladi. Vaspiriyatiyasi, dunyoni tasavvurida dunyo xuddiki mana o'shanaqa bo'ladi va bu narsani ustida nimadir qilish kerak. Ana o'sha tasavvurdan kelib chiqib, dunyoni qabul qilganidan kelib chiqib yashaydi. Kimdir dunyoni xavfli deb o'ylaydi, qo'rquvda yashayotgan odam. Kimdir dunyoni adolatsiz deb hisoblaydi, ya'ni nimanidir olishni xohlagan, lekin undan tortib olgan bo'lsa. Kimdir dunyoni qandaydir bir boshqacha yovuz, zulmatda qabul qiladi. Lekin dunyo qanday? Bu dunyo neytral. Odam o'zini qanday proyeksiyasini, qanday tasavvurini unga singdiradi, xuddi shunaqangi qabul qiladi dunyoni. Demak, biza birinchi o'rinda o'zimizni dunyoga bo'lgan tasavvurimizni birinchi olgan taassurotimizdan kelib chiqqan holda qabul qilamiz. Unga oilada qanday muhitda o'tdi, yashadi, bolaligida. Oilasida urush, janjal, qiy-chuv, to'polon qilib yashash normami? Demak, u ham katta bo'lganida dunyoni mana shunaqa qabul qiladi. Yoki masalan biznes qilish, katta оборотlar qilish norma bo'lsa bolaligida, u ham katta bo'lganda mana shunaqa bo'ladi. Dehqon bo'lib, haligi mehnatda katta bo'lgan bo'lsa, demak mehnat qilib yashash unga norma bo'ladi. Endi bu yerda odamning o'zining tanlovi bor-da. Agar odam tanlov qilib, bo'ldi, men mana shu boyaga mana bu charxpalakni aylanishini to'xtatib, bu charxpalakdan chiqib ketaman desa, belka bor, olmaxon mana ichida yuguradi, g'ildirakning ichida. Mana shundan to'xtatib chiqib ketaman deydigan bo'lsa, unga tanlov beriladi va bundan chiqib ketishi mumkin. Lekin xohishlarimiz har doim nima qilib turibdi? Ichimizda zaryadda turibdi, bizani ma'lum bir yo'nalishlarga yo'naltirib turibdi. Keyin mana shu xohishlarimiz bizani ma'lum bir ishlarga, ma'lum bir harakatlarga majburlaydi. To'g'ri tushunish kerak. Aslida biz xohishlarsiz yasholmaymiz. Va mana shu xohishlarimiz bizani azob beryapti, bizani ma'lum bir yo'nalishga, ma'lum bir hayotni ma'lum bir ko'rinishda qabul qilishimizga majburlaydi. Xohishlarimiz tashqaridan hech qanaqangi bizga qilayotgan ta'siri yo'q. Hayot neytral. U masalan nima deydi? Kimdir masalan seriyaning ubitsa bo'lib ketishi mumkin, manyak bo'lib ketishi mumkin. U o'ylaydi hayot mana shunaqa deb. U bunga masalan azob bergan,
Gitler bo'lishi mumkin, millionlab odamlarni o'ldirgan. Lekin u shuni tushunishi kerak ediki, shunaqangi odam manyaklari unga ataylab, na prinsip hech kim og'riq qilmaydi. U o'zini programmasida yashayapti, u o'zini dunyosida yashayapti. U o'zini dunyosidan kelib chiqib baqirdi, qichuv qildi. Lekin sizni ichingizda nima kechyapti, siz o'zingizni qanday kechinmalar, qanday qiyinchiliklarda yashayapsiz, u bilmaydi. Uni sizgina sezasiz. Nimaga? Chunki u avliyo emas, u psixolog, eng haligi nima olganimizda ham psixolog emas, boshqa emas. U o'zini o'lchovlarida, o'zini qarashlarida kelib chiqqan holda mana shunaqangi reaksiya beryapti. Lekin siz uni boshqacha qabul qilyapsiz. Uni niyati nimasi unaqa emas, u o'zini niyatidan kelib chiqib, shuning uchun mana shunaqangi nima deydi, dunyodagi bo'layotgan narsalarni yurakka yaqin qabul qilmaslik kerak. Savol bormi yana? Xo'p. Nima berayapsiz? Endi savolingizga to'liq javob oldingizmi yo'qmi bilmadim-ku. Qandaydir yechilmaganday bo'lyapti.